Ko'cha issiq, ta'til zo'r o'tyapti. Real Madrid esa yana bir bor Barselona ustidan kulyapti. Kutilmaganda sher bo'lib ketib qoldi. Ha, hoziroq Madrid Yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. 100 mingta bo'lishimizga mana shuncha qoldi. Men sizga nima haqida gap ketayotganini aytib beraman. Bir necha soat oldin jamoamiz rasmiy ravishda Dumfries Interdan Real Madridga qo'shilgani haqida xabar qildi. Va ular qo'ygan birinchi videoni birinchi soniyalarga yaxshilab ahamiyat bering. Bu yerda Dumfries 2024 yil Chempionlar Ligasi chorak finalida aynan Barselonaga qarshi hayotidagi eng chiroyli golini urgan. Real Madrid ham atayin aynan shu vaziyatni videoni boshiga qo'yib ketdi. Undan keyin esa boshqa uncha qiziqmas bo'lgan vaziyatlar. Agar siz ham Real buni atayin qildi deb o'ylasangiz, bitta like bosib keting. Aytgancha Madriddan yana bitta o'yinchi Manchester Unitedga o'tib ketishi mumkin. U kimligini hoziroq bilmoqchimisiz? Unda Telegram kanalimizga obuna bo'ling.